Joriy yilning 7-15 may kunlari Birlashgan Arab Amirliklarining Fujayra shahrida taekvondo bo'yicha jahon chempionati o'tkazildi. Dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan eng kuchli sportchilar ishtirok etgan ushbu nufuzli musobaqada O'zbekiston vakillari 2 oltin, 1 bronza medallarini qo'lga kiritdilar. Kuni kecha sportchilarimiz Toshkent xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olindi. Tasvirlar orqali ko'rib turganingizdek 5 kun davomida bo'lib o'tgan xalqaro musobaqa kuchli hayajon va qizg'in jarayonlarga boy ruhda o'tdi va unda O'zbekiston kadetlar terma jamoasi munosib natijalarni qayd etdi. Bu safar ham jahon chempionatidan yuqori kayfiyatda qaytyapmiz. Raqobat kuchli, ishtirokchilar soni 1000 dan ortiq. 53 dan ortiq mamlakat vakillari bor edi. Shunday sharoitda bizning yigitlarimiz o'zlarini qo'lga olib barcha bilim va tajribalarini ko'rsatishdi. Biz murabbiylar jamoasi sifatida sportchilarimizga ishonchimiz komil edi. Lekin bunday darajadagi musobaqalarda har doim tayyor bo'lish yetmaydi. Sportchining ruhiyati, ichki kuchi ham sinovdan o'tadi. 65 kilogramm vazn toifasida Toshkent shahri vakili Bibikov Nikita, shuningdek yana bir toshkentlik sportchi Nabiyev Sultonbek 37 kilogramm vazn toifasida barcha raqiblarini mag'lub etib oltin medalni qo'lga kiritishdi. Bronza medal esa Toshkent viloyatidan Asanbayeva Rayhonaga nasib etdi. U 41 kilogramm vazn toifasida kuchli uchlikdan joy olib, jahon chempionatida vatanimiz bayrog'ini balandlarga ko'tara oldi. Xudoga shukr, hayajon, o'ylash shunaqa narsa bo'lmadi menda. Chiqdim, borimni berib urishdim, murabbiyim aytganini qildim. Xudoga shukr, mana birinchi o'rinlarni olib, vatanimga yorug' yuzlar bilan qaytdim. Dilnura Mamasafoyeva, Mirsayed Umarov, Otabek To'raboyev, Hudud informatsion dasturi uchun.